Assalomu alaykum, hurmatli narx navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bunaqa motokultivator narxlari bilan tanishib o'tamiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan. Iniko do'kondan ko'rsatib o'tamiz. Mo'ljal Sovetskiydan kirib kelinadi. To'g'rimizda mana Tarabaza joylashgan. Tarabazaning ro'parasidagi mana Iniko do'kondan motokultivatorlar narxlari bilan tanishib o'tamiz. Mana Mebel City'ning birinchi qavatidagi Iniko do'kon. Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz, bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Eng oxirgi russamdagi motokultivatorlar bilan sizlarni xursand qilishda ham davom ettiramiz. Inshaalloh yangi kelgan modellarimiz inshaalloh sizlarga. Eng birinchisi qarang, 7 ot kuchidan boshlab kattalargacha tushuntirib ketaman. Birinchi ko'rsatilgan modelimiz Rekord brend hisoblanadi. Rekord brend Germaniya standart asosida ishlab chiqarilgan brend hisoblanadi. 170 motor. Sizga tashqi fasonani tushuntirib o'tamiz. Bular qarang, ham moyishi ham vaznli filtr bilan jihozlangan bo'ladi. Porschelar 78 talik Porsche. Baklari 5 litrlik benzin bilan joylashadigan 5 litr bak qo'yilgan bo'ladi. Korobkalar uslina korobka. Eng qizig'i motokultivatorda xarajatlar sistemasi 7,5 ot kuchi bo'lgani uchun kilogrammi 88 kilogramlik. Xullas o'tgan yil ko'rsatgan Euro brendimizdan ham kuchli ishlab chiqarilgan. Eng qizig'i mana bu tomonga ta'siz original brendlarga mana bu yozadi. Rekord o'zida o'yib turib yozib qo'ygan. Sifat kачестволari zo'r. Moyi o'zini sifati yomonlashsa agar moy datchiklarigacha bor. Moy datchigi bu masalan motokultivator haydayapsiz. Moyni sifati yomonlashadigan bo'lsa o'zini-o'zi kulchat o'chiradigan mana shu kabi motor sistemasiga ziyon tekkizmaydigan 7,5 ot kuchlik komplekti 4 qatorlik frezasi bo'ladi. Bo'linadigan 50lik, 60lik, 70lik akatga bo'linadigan. Eng qizig'i yana bitta qulaylik tomoni balonlari 90 gradusga buriladigan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 90 graduslik balon. Mana. Bemalol birinchi akatga ikkinchisiga siz bemalol o'tkaza olasiz. Xullas demoqchimanki, sifatlari juda yaxshi. Mahsulotni O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga 3,8 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga qilib beramiz. Bunaqa narx hali yo'q. E'tibor berasiz. Eng sezon paytiga hozir ham bemalol bizning villalarimizdan 3,8 million so'mdan yevromizdan rekordimizdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Rekord 7,5 ot kuchlik 88 kilogramlik original traktor hisoblanadi. Hozir ko'rsatadigan benzinlik traktorni endi salerkalikda ham benzinliklar bir boshdan sizga obzorni ko'rsatib beramiz. Inshaalloh endi navbat bundan ham moshi traktor Eco. Energy Takara firmaniki Eco model. Ham ekonomik ham salerkaning eng kuchli modellar hisoblanadi. Buni komplektiga bu salerkalik traktorimiz 173 motor hisoblanadi. Soatiga 500-600 gram salerka xarajat qiladi. 173 motor bo'ladi. Komplektiga mana bunaqa o'zida motorni sanlik, panlik, prikladka hamma narsasi bo'ladi. Bundan tashqari kulishlari bor. Balonlar 410 Takara brendiniki. Sifatlar, kачестволari yaxshi, og'irligi 103 kilogramlik bo'ladi. Keyin esa balonlari, mana ko'rishingiz mumkin. Balonlari Pachuniki. Marhamat, xuddi mana bunga o'xshaydi. Bemalol 90 gradusga buriladigan bo'ladi. Sifat kачестволari zo'r. Xullas olsangiz barakot topadigan traktor hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 5,2 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga qilib beramiz. E'tibor bersangiz, o'tgan yil, undan oldingi yil qo'yilgan traktorlarimiz 5,8, 5,5 milliongacha bo'lgan. Narxlarni esa 5,2 million so'mdan Takara brendimiz, Avangard brendimiz esa dastavkasi ichiga 5 million so'mdan balon 400 gram, lekin bespacheynik bo'ladi. 173 motor, soatiga 600-700 gram salarka xaraj qiladigan bo'ladi. 4 qatorli frezer bo'ladi. 5 million so'mdan dastavkasi ichiga Avangard qora, ko'k, sariq 3 xil svetidan bor. Euro brendimizda endi navbat bilasizlar. Balonlar bo'linadigan sarig'idan xudo olsa nasib 10 kunlarda kirib keladi. Hozir esa Evroni faralik modeli bor. Mana ko'rishingiz mumkin. 7 ot kuchlik. Kilogrammi 85 kilogramlik bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 3,9 million so'mdan dastavkasi ichiga qilib beramiz. Bu faralik varianti. Bez faraligini esa 3,7 million so'mdan qilib beramiz. Mana oldi tomonni ko'rsatasiz. Faralik modellari. Endi navbat
Chrome 2 brendimiz. Bu motokultivatorimiz 106 kilogrammlik hisoblanadi. 7 ga 9. 7 ga 9 nimaga aytiladi? Mana ko'rishingiz mumkin, motor 7 ot kuchli, lekin mana 7 ot kuchli korobkasi mana ingichka bo'ladi, 9 talikligi qalin bo'ladi. 90 gras bo'ladigan pachinniklari bor. Moy sifat kamayadigan bo'lsa, moy datchik o'zida bor, sifatlari zo'r. 7 ga 9 Chrome 2 3 wattning filtr bor, ham воздушный, ham moyshi filtrlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, bu motokultivatorimizni 5 million 200 ming so'mdan 7 ga 9. Bu kultivatorimiz o'tgan yil 2025-yilda 5 million 800 minggacha sotilgan, bu yilga narxini 5200 ga tushirib qo'ydi, xudo xolasa. Bo'lsa xalqimiz bo'lsa eng oxirgi rusumdagi eng sifatli mahsulotlar sizlarga ulashamiz. Endi navbat hozir ko'rsatib o'tganimiz mana Yevromizni 5 kapot varianti. Ko'rishingiz mumkin, kilogrammi 86 kilogramm hisoblanadi. Sifat kachestvasi yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, 3 million 700 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. 1 soatiga 901 litrgacha benzin xarajat qiladigan bo'ladi. Endi sifat eng zo'r oxirgi kultivatsion nuqta deydimi? Eng oxirgi nuqtalarga kelib qoldik. Motokultivator eng kuchlisi Zver motokultivator hisoblanadi. Bu avtomat korobka, воздушный filtrlari bor. Kilogrammlarga keladigan bo'lsak 93 kilogrammlik. Nima deydi? Sifat kachestvasi yaxshi. Balonlari 410 balon hisoblanadi. 1 soatiga 708 grammgacha benzin xarajat qiladi degan narsa bu yolg'on. U Xalasi holatga 708 gram, lekin bu traktorlar dalaga kirgandan keyin nagrushkan evaziga 1 litrdan xarajat qiladi. 1 litr maksimal hisoblaysiz. Endi kam ko'sta, masalan, endi mashinani qancha ko'p haydasangiz, zo'riqda haydasangiz xarajat ko'p, malagazda haydasangiz xarajat kam bo'lganda, buni ham yerga qarab, qattiq yer bo'lsa xarajat ko'p, yumshoq yer bo'lsa xarajat kamroq bo'ladi. Maksimal o'rtacha hisobda 1 litrgacha bo'ladi. Zverimiz esa 93 kilogrammlikni qarang. Воздушный filtr bor edi. Kapotsiz varianti bor, sariq, kapotli varianti bor, qizil. Bu mahsulotlarimiz esa yodingizda qolsin, 3 million 900 ga kapotligini 3 million 800 dan 5 kapotini xarid qilsangiz bo'ladi. Bemalol mahsulotlardan kerak bo'lsa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. Endiki navbat kattaroq traktorlar bilan ham tushuntirib o'tamiz. Bu traktorimiz Avangard brendiniki 178 motor hisoblanadi. Balonlari 612 shiroki balon hisoblanadi. Dizelni faqat 5 starter varianti, sifat kachestvalari juda yaxshi. Bu traktorimizni mijozlarimiz uchun bo'lsa xalqimiz bo'lsin 7 million 800 ming so'mdan dastavkasi ichiga, bu 9 ot kuchi hisoblanadi. 7 ot kuchiliklari aytdim 5 million 200 ming so'mdan 5 milliondan bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu 178 9 ot kuchi 7 million 800 ming so'mdan dastavkasi ichida qilib beramiz. Soatiga o'rtacha hisobda 1 litr maksimalni xarajat bor. Chunki solarkali ham tez xizmat, ham ekonomli bo'ladi. Endiki navbat 7 ga 7 Chrome 2 starterlik varianti. Balonlari 612 balon bo'ladi, lekin korobkasi, motori ham 7 talik. Faqat uslina korobka, 7 ni uslinasi. Bemalol rotini shatga qo'ysangiz bo'ladi. 1 soatiga xarajati 800-900 gram, uzoq borsa 1 litrgacha bo'ladi maksimalni. Narxlari keladigan bo'lsak 6 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga qilib beramiz. Balonlari 612, fara, воздушный filtr, kalitga o'taladigan varianti bo'ladi. Bu 7 ga 7 uslina korobka hisoblanadi. Chrome 2 brendiniki. Sifat kachestvasi moshina bo'ladi. Endiki navbat 7 ga 9imiz ham bor. Buni farasi boshqacha, воздушный filtr emas, oddiy monaqa Porsche filtrlar bo'ladi. Balonlari 612, kalitga o'taladigan. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin 7 ga 9imizni mijozlarimiz uchun 6 million 900 ming so'mdan qilib berdik. 7 ga 9, 6 million 900 mingdan starterli variantini bizning fillarlardan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Endiki navbat Samurai 9 ot kuchi 5 starter variantimiz. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin 9 ot kuchilik traktor, eshityapsizmi? Bu 7 ga 9. Shuncha komfort bo'lganida 7 ga 9. 9 ot kuchi 5 starter variantini mijozlarimiz uchun 6 million so'mdan dastavkasi ichiga qilib beramiz. Samurayni 5 starterni, starterligi narxi 7 million so'm chiqadi starter uchun. Lekin faralar bo'ladi. Bu fasonni 6 million so'mdan, bundan lekin bir 60 talar qolgan. Keyingi partiyalar narxi nima bo'lishini bilmaymiz. Imkon qadar xarid qilib qolasiz. 6 million so'mdan dastavkasi ichiga kelaverasiz. Endiki navbat Hero Power 186 dizel, kalitga o'taladigan original motokultivator. Sifatlarga gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lsa xalqimiz bo'lsa eng oxirgi rusumdagi motokultivator hisoblanadi.
1 soatga 1 litrdan 1 litr 200 gacha solyarka xarajat qiladi. Kalitga o'taladigan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bizning fillarlardan 8 million 600 ming so'mdan dastavkasi ichiga solyarka 186 motor 192 necha 9,5 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Xuddi shu brendniki solyarka. Endi navbat 190 motor Avangard. Buni 192 ham bor. 190 ni statli bo'ladi. 612 balon kalit o'taladigan bo'ladi. Bizning filalarimizda 8 million 800 ming so'mdan dastavkasi ichida xarid qilsangiz bo'ladi. 190 ni bu, 192 ni esa 9200 ming so'mdan bizning filalardan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Endi bundan keyingisi esa Zubur 192, 190 dan bor. Bularda 612 balondan tashqari 90 gradusga buriladigan pachiniklari ham bo'ladi. Pachiniklarini ham tushirib yuborasiz, marhamat. Xullas bo'ldi. Traktor Nissan traktor. Avtomat korobka. Bunisi mexanik bo'ladi. 192 ni narxini 8 million 800 ming so'm, 192 ni 8 million 400 ming so'mdan bizning filalardan Zubur brendidan xarid qilsangiz bo'ladi. Bulardan ham 120 taga 100 ta ham qolgan. Bemalol xarid qilaverasiz inshaalloh. Bo'lsa xalqimiz bo'lsa. Fedya. Akiga qarab. Keyingi navbat Excalibur 186, 192 bor. Balonlari 500 ga 10 bo'ladi. 90 gradusga buriladigan, kalitda o'taladigan bo'ladi. Oldi tomon faralari temir bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, LED faralar bilan jihozlangan Excalibur. Mana brendni hamma yaxshi biladi. Dizelni 186 ham bor, 192 ham bor. Soatiga 1 litrdan 1 litr 200 gacha solyarka xarajat qiladi. Frezeri 5 qatorli bo'ladi. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. 186 ni 8 million 600 ming so'mdan, 192 ni esa 9 million 400 ming so'mdan dastavkasi ichiga O'zbekiston bo'lib qilib beramiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar.